Morchilarni Alloh nakazat qildi. Bittasi 100 ming dollar tikkan, bittasi oyligini tikkan, bittasi uyini tikkan. O'zi ishonmaganchalik menga ishongan. Sizlar meni bilimdan turizmga podpischkim bor. Menga gold xayollaringizni kelsa yo kulashga keladi xayollaringizga, yo moytaga keladi xayollaringizga, to'g'rimi? MMA o'sha to'rtta urdi, turdirib ketdi, ko'rdinglar. Men ishongandim. Men oqlamayman. Inshaalloh u bilan revanch urushaman aprel oyi. Octagondan so'rayman, revanch qilib beringlar. Aprel oyi revanch urushaman. Agar sportda shundan yutqazsam, revanchga shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sizlarga mana endi va'da berib aytaman. Inshaalloh shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sotilayotgan bola emasman. Men bittasi kishilar sotgan bunday urush bilarsiz, unaqa urush qilmayman men. Siz ham bilasiz, men ham bilaman, unaqa urush qilmayman. Lekin men sotilayotgan bola emasman. Sotilmaganimni nimadan isbotlab beray, bilasizmi? Meni akam bor. 5 mahal namozga men nimaga sotilmagan